Mana ahvolini ko'ring. Limon babichka, chubigi ham bor. Nari ham xuddi shunaqa edi. Bilmayman, nexvatga vitamin bo'ldi shekilli. Shu qonaqa chiqib qatib qopdi-da. Qumga tayyor edi. Adashmasam yo 400 ming yo 500 mingga oldik parini. Ketibdi. Babichka go'zalligini ko'ring. Shunaqa patrelar bo'lmasin deb vitamin yig'ib keldik endi. Vitaminga qo'shimcha bularda maxsus ko'rimi bor ekan. Makka juhori qaynatiladi. Qaynab bo'lgandan keyin ham mana shunaqa yaltiraguncha chayqash kerak buni. Oddiy juvori. Qaynab bo'lgandan keyin rosa yuvish kerak ekan, yaltiraguncha. Albatta bedana tuxum. Bedana tuxumda buni kashafga aralashtirib olamiz. Atmosfera yomonmi? Bunga qo'shimcha brokoli bilan ukrop qo'shib olsa yana ham zo'r bo'ladi. Men brokoli olish esimdan chiqib qopti. Lipoy zon magazinda sotadi. Ichida minerallari bor ekan. Tuz o'rniga-da. Hadeb bir xil ovqat beravermasdan mana shunaqa yangiliklar tursak ham, bularda ham rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Biz aytgan rezultatga xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Sabablarni qilish kerak. Mandarin yeydimikin, yemaydimikin bilmadim, birinchi marta beryapman. O'lmasa kerak. Vitamin-ku yangilikda bularga. Mevali salat yeb bir maza qilishsin. Vitamin